Bu ukalarni taklif etsak nima deysiz? Yaxshi fikr. Demak, qarshingizda hozir mana shu ikkita stolda kiradigan insonlar bor va ular albatta Alisher Ibragimov va Mashhura Pirjanovalarni taklif qilsak. taklif etamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. yorishib ketar. Orzu havas tugaydimi aytingchi opam, bugun endi dam oling, axir bu bayram. Harakatda to'xtamas bu yorug' olam, ulguraman deymanu ishlar ko'p biram. Nima bo'lsa mayliga ertaga bo'lar, sizlarni ko'rib ukam ko'zlarim qo'nar. Opa opa opajon, Uka uka ukajon, dillarimiz yayrasin, didorlar bo'lib shodon. Opa opa opajon, uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. har kun ham bayram emas, axir siz biling. Sizni sog'indik opam, davraga keling. Oilamiz jam bo'lsin, to yildan yilga. Yaxshiliklar ko'paysin, totli umrga. Mayli yumushlarimni qo'yib turayda, bu damda sizlar bilan davron surayda. Omonat bu dunyoda omon bo'laylik, shodiyonada birga o'ynab kulaylik. Opa opa opajon, Uka uka ukajon, dillarimiz yayrasin, didorlar bo'lib shodon. Opa opa opajon, uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. opa opa opajon. Uka uka ukajon, Opa opa opajon, uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. opa opa opajon. Uka uka ukajon, Dillarimiz yayrasin, didorlar bo'lib shodon. Opa opa opajon, uka uka ukajon, yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. Yuragimiz yashnasin, mehrlar urib qaron. Ofarin! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Va alaykum assalom. Yaxshi Har doim keldinglarmi? mana shu studiyaga kirib kelganingizda bayramona kayfiyat bilan kirib kelasizlar va bizga ham mana shu kayfiyatni yuqtirasizlar. Rahmat aytamiz. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Marhamat, yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Biz mazza qilib qorlarda uchib keldik. Ukam bilan mazza qilib yuramizda. Mana shu studiyaga kirsak, kayfiyatimiz yanada ochiladi. Ayniqsa bu nima deydi, boshlovchilarni ko'rganimizda Alisher. Rahmat. Nima deydi, как родные stali deydi-ku. O'zi ko'rishmaganimizga ham qancha bo'ldi? Shu yangi yildan oldin adashmasam keladinglar. Bir yil bo'libdi, qarang. Bir yil bo'libdi. Mana kelayotib, qorni tomosha qilib, nimalar xayolingizdan o'tdi? Shu bilan ham bo'lishsangiz, xo'sh? Voy. Xayollarim har tomonga olib ketadi-da, qorlarni ko'rsam. Qanaqadir ijod keladi menga. Mana masalan o'tgan haftada qor yog'di-ku. O'shanda men o'rtoqlarimga aytdim, kasbdoshlarimga. Reels olamiz, srochno dedim. Tayyor, hammamiz oppoq kiyinib olaylik-da, dumalaymiz qorda dedim. O'sha paytda darslarimizni o'tdik-da, yosh bolalarcha mazza qilib qorlarni otib, qo'llarimiz muzlab, qilib videolar oldik, mazza qildik. Shunaqa
qor menga bolalikni eslatadi, bolalarcha kayfiyatni beradi-da. Men shunaqa bo'lib keldim. Hozir Alisherga ham, voy, mazza zo'r qor yog'yapti dedim. Alisherda ham ilhom kelsa kerak bunaqa. Qorda. Hozir ularda ilhom kelganmi, yo'qmi? Bir reklamadan so'ng bilib olamiz eshitamiz. albatta. Marhamat. Reklama. Ana qadrdonlarimiz va'da berganimizdek biz tezda qaytdik. Ana endi suhbatimizni davom ettirsak ham bo'ladi. Ilhom haqida gaplashayotgan edik. Xo'sh, sizda ham bo'ldimi Alisher aka? Ilhom? Albatta qor yoqqanda ilhom keladi, yomg'ir yog'ganda ham. O'zi tepa qavatda yashayman uyda. Ijodxonam bor, o'tiraman, derazamni ochib qo'ysam, shunaqa qorlar chiroyli yog'ayotgan payti nimadirlar ilhomlar kelib, yangi qo'shiqlar, yangi musiqalar yozaman. Mana yaqinda Toshkent kanalida bo'layotgan yangi ko'rsatuv 3 begona nomli ko'rsatuvga jingllarni yozib berdim. Birinchi ko'rsatuvda sonida ishtirok etdik opam bilan. Kutmoqdamiz qachon chiqarkan. Va albatta tez kunda chiqib qoladi. Va mana shunday jingllarni va har qanday ovozlarni hozir yasash uchun sun'iy intellektlar ham juda ko'payib ketgan. Hech o'ylamaganmisiz, balki sizdan mana shu sun'iy intellektlar ish olib qo'yar? Sun'iy intellekt bilan hamma ishlayman. Sun'iy intellekt o'zi taqdim etayotgan g'oyalarda bilasizmi, qandaydir baribir odamning ichki hissiyotlari, Sun'iylik bor-da baribir. Sun'iylik bor. Men ishlasam ham sun'iy intellekt bilan asosiy g'oya meniki bo'ladi. Asosiy yo'li, so'zlari meniki bo'ladi. Sun'iy intellektdan musiqiy bezak sifatida foydalansa bo'ladi. Demoqchilarki, men o'z kasbimni berib qo'ymayman sun'iy intellektga demoqchilar. Demak, baribir agarda bir loyihani professional darajada bajarmoqchi bo'lganlar baribir o'z mutaxassislariga murojaat qilishadi. Albatta bu sun'iy intellekt ijodkorlar uchun bu yordamchi sifatida, qo'shimcha baribir Milliy o'zbekcha qo'shiqni yoza olmaydi sun'iy intellekt. Bu gapingiz to'g'ri. Bu gapingiz to'g'ri. Bu gapingiz to'g'ri. Lekin beharakat qilib ko'rdim, o'xshamadi. Umuman. Albatta. Ana endi Mashhur opa, sizga qarab yuzlansak, yangilik bor sizda, ya'ni ikkinchi keliningizni ham oldingiz. Shundaymi? Muborak bo'lsin. Rahmat. 13-dekabr kuni to'y bo'ldi. Yilda ikkita to'y qalay bo'lar ekan, Alisher? Kelinga qaynona bo'lish qanday bo'lyapti? Endi ikkita to'y bo'lgani uchun endi super qaynona bo'ldim-da men. Yaxshi, zo'r, kattalarim chiqib ketishdi. Yengillar kelishdi. Qanday qaynonasiz? Qattiqqo'l. Yo'q. Nima deydi? O'z gapini o'tkazadigan. Ayta olmayman, lekin disiplinirованный qaynona deydi-ku. Hammasini vaqtida qilsin, marhamat. Men hech kim eshitmadim. Xuddi o'quvchilarimga ham shunaqa munosabatim, qizlarimga ham, farzandlarimga hammasiga bir xil. Kelinlarimga ham bir xil. Ishlarini qilishsin vaqtida, hech kim hech narsa demaydi. Ovqatlar tayyor bo'lsin, uy yumushlari hammasini vaqtida bajarsa, marhamat. Eng qiyin kasblardan biri pedagog bo'lsangiz ham, lekin ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz. Bunga qanday vaqt ajratasiz? Vaqtni qanday taqsimlaysiz, Mashhur opa? Vaqt gohida yetmay qoladi. Mana Alisher ukam bilan ijod qila olmayapmiz. Tanaffus bo'ldi. Tanaffus bo'ldi. Mana shu to'ylar bo'ldi, keyin kelinlarim bilan vaynlar oila boshladik, super qaynona nomli. Ular bilan band bo'ldik. Xullas, hech ukam bilan uchrasha olmayapmiz. Alisher aka, xafa emasmisiz bundan? Rashk qilmayapsizmi? Yo'q, men xursandman. Mana qarang, o'tgan safar ko'rsatuvga kelganimizda men aytgandim, qaynona bo'ldilar. Mana bu safar keldik, endi yana super qaynona bo'ldi. Bu safar kelganimizda 3-o'g'illarni hammasi bo'lsa uylantirib, yana ham oshamiz. Ya'ni ko'rdingizmi, bizning dasturimiz qanday ta'sir qiladi? Juda zo'r. Kelinlarga boy, yaxshi qaynonalarga boy albatta. 19-yanvar kuni ham otamiz 73 yoshga to'ldilar. Birgalikda nishonladik, oilaviy kelinlar, o'g'illar hammamiz yig'ilsak juda bir uyimiz to'lib ketar ekanda, Allohga shukr. Shunaqa zo'r o'tirdik, mazza qilib, o'sha yerda ham bitta qiziqarli vayn olib bordik-da. Qanday bo'lmasa, bunga ham vaqt ajratdingiz. Qizim yordam beradi, unga qanaqadir g'oyalar kelib qoladi qizimga. Ona, mana bunaqa olaylik, mana bunaqa olaylik. Qanaqa?
anaqa qilamiz dedi konkurs. Kim chiroyli raqsga onamni buvijonimni kim chiroyli raqsga tushirsa o'sha yutadi. Sovg'alarni tayyorlab qo'ydilar. Xullas, nevaralar guruhi, keyin kelinlar guruhi biza zo'r o'ynaymiz, keyin xolalar guruhi, oxiri super qaynana chiqib yutdi-da. Shunaqa zo'r bo'ldi, maza qildik. Ham tug'ilgan kunni nishonladik, ham oilaviy ko'rishdik, kelin chaqirdi bo'ldi. Xullas, mana shunaqa maza qildik-da. Bu vaylardan vaqt orttirib, yaqinlar bilan suhbatlashdingizmi hech? Albatta, o'sha birinchi suhbat bo'ladi. Buringlar. Zo'r eslaymiz, to'ylarda bunaqa bo'ldi. Birinchi to'yda shunaqa tayyorgarlik kuchli bo'lganda. Hayajon bo'lgan. Hayajon, birinchi to'yda hammada hayajon. Alisher yordam ber. Hammada mamlaqa voy qanaqa bo'lar ekan? Hayajon o'tdi. Ikkinchi to'yda, o'tadi, ketadi, tez bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Sanjay mani yoshlik o'rtog'imda, do'stim. Bitta shahardanmiz, hammamiz Navoiy shahridan. Sanjay, vaqtingiz bormi? To'yimga kelib ketsa, bo'ldi, mashhur, все, men kelaman dedilar. Shunday keldilar. Keyin bizada chaladigan bor Sulton Mahmud xoreografiyada darsida. Ularning apparaturalari bor, zo'r qo'shiq aytadilar o'zlari. Sulton Mahmud, iltimos, to'yimiz o'tkazib bersa, xo'p bo'ladi, opajon, men nomer 1 turarlar-da, har doim. Bo'ldi, opajon, nima desangiz shu. To'ylarimiz shunaqa zo'r o'tdi. Shuhrat Vahidov keldilar. Ular qo'shiq aytdilar. Rushana Sultanova, Ma'mura Gasheva, ustozlarim barchasi kelib, shunaqa boshqacha to'y bo'ldi-da. Ikkinchisi men aytdim, tayyorlanmasa ham bo'laverar ekan dedim. To'g'risida. Endi birinchi to'yda baribir hayajon bo'ladi. Albatta, hayajon kuchli bo'ladi. Keyingilarida esa fayzli bo'ldi. U o'zgacha bo'ldi, bu o'zgacha bo'ldi. Ikkalasi ham fayzli, zo'r bo'ldi. Tajribali bo'lganingiz uchun ham ikkinchisi tajribali bo'lganlar. Charchoqlar ham chiqqandir. Endi mana sekin-asta ijodga ham qaytsa bo'ladi. Muxlislaringiz qachon sizdan yangilikni kutishsin? Xudo xolasa, mana 4-mart kuni biz yangi reja qilib qo'ydik. O'sha yangi qo'shiq premyerasi bilan mana shu studiyaga tashrif buyuramiz. Alisher, yozib qo'ying iltimos daftaringga. Eslashib qolmasligi uchun. Siz vaqt aytsangiz bo'ldi deyapsiz. Endi har kun telefon qilaman endi. Siz opa aytsangiz bo'ldi, men daftarga emas, mana ko'ngilga yozib qo'yamiz. Biz yodimizda turadi. Ana bo'lsa, mana shunday xush kayfiyatda biz yana bir lavhamizni tomosha qilib olsak birgalikda. Marhamat. Ana, qadrdonlarimiz, biz tezda qaytdik, va'da berganimizdek, o'zi har doim qizg'in suhbat kadr ortida bo'ladi. Negadir shunday bo'lib qoladi. Endi bunda biz aybdor emasmiz. Biz esa davom ettiramiz. Alisher aka, ijodda siz to'xtamaysiz. Oxirgi paytlarda kimlar bilan ishlayapsiz? Oxirgi paytlarda Sanjar akaga, Sanjayga bitta qo'shig'imni taqdim etdim. Musofirlar haqida va yana qo'shiqlarim tayyor. Faqat kimga taqdim qilishni o'ylab turibman hali. Qo'shiqlarim bor, lekin 4 ta, 5 ta tayyor qo'shiqlar. Shunday bo'lsin deymanki, xuddi qolipga tushganda aniq o'z egasi kuylasin. Va bunda egasini topish qanchalik oson yoki qiyin? Qiyin. Bir tomoni bor, egasini topsam ham kuylamayman desa, o'sha tomoni xafa yaxshi emas. Yo'q, xafa bo'lmayman hech qachon. Demak, keyingi dasturga sizni yana taklif etganimizda unga qadar siz o'ylaymanki, aynan egasini topasiz va insonga ham ma'qul keladi. Bugun esa sizlarga tashakkur bildirib qolamiz tashrifinglar uchun. Va suhbatimiz juda qizg'in bo'ldi, oson bo'ldi, yengil o'tib ketdi. Vaqt o'tganini ham sezganimiz yo'q. Xuddi shunday, ayniqsa Mashhur opa kelsalar, Alisher aka kelsalar, mana shunday o'tadi. Xuddi shunday. Kayfiyat ko'tarilib ketadi o'zi. Deydi-ku, xuddi shunday sizlar. Mana hozir vaqtga qarasam, voy, tugab qolyapti-yu deb xafa bo'lib qoldim, to'g'risi. Xuddi shunday xafa bo'lmanglar, sizlarni yana taklif etamiz. Marhamat, tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib olishingiz mumkin. Kamol opani. Ustozim Kamol opani 90 yoshlik yubileylari bilan tabriklayman. Bizni kuting. Biz bormoqdamiz sizni tabriklashga. Navoiy shahrida bo'lib o'tadigan yubileyga taklif qilinganmiz. Xudo xolasa boramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, omad yor bo'lsin. Alisher aka, Tinchlik, totuvlik xonadonlaringizda doimo bo'lsin. Sog' salomat bo'ling azizlar. qadrdonlarimiz, yaxshi kayfiyatda keyingi dasturlarda sizlar bilan yana ko'rishamiz. Bizdan aslo uzoqlashmang. Toshkent telekanali tomosha qilavering. Asl san'at hech qachon eskirmaydi. U sayqallanadi. Yana ko'rishguncha azizlar, hozir esa ajoyib bir qo'shiqni tinglaymiz. Marhamat.
kerak. Opajon yuring, yoddan chiqmasin, ro'yxatni tuzing. qarashasan uka mudom istamaysiz novot bodom meva cheva toza asal yodlab qo'yay she'ru g'azal gap gap zo'r bo'ladi gap Tap, tap, sizda alota. Gap, gap, zo'r o'tadi gap. Yana kulaymiz, opa uka quvnab. Xush kelibsiz deymiz, aziz mehmonlar. Nozu ne'matlardan qani olinglar. Suhbatu xonishlar, xiromlar bo'lsin. Qizg'in davra o'tli, alyorga to'lsin. gap gap zo'r bo'ladi gap Tap, tap, sizda alota.